Aziz ayollar, sizlarning vizitkalaring ko'p yillar davomida yosh bo'lishini xohlaysizlarmi? Vizitkamiz qayerligimizni bilasizlarmi? Yuzimiz emas, qo'llarimiz. Vizitkangiz qo'lingiz doim yosh bo'lishi uchun Faberlik kremini olasiz. Nima aynan Faberlikmi? Chunki men Faberlik direktorman, men konsultantlarim ham, klientlarim ham Faberliknikini ishlatish kerak. Albatta hazil. Kremni olamizda, doimgiday emas. Mana bunaqasiga surtmaymiz, olamiz ko'proq. Xuddi perchatka kiygandek qo'llarimizga mana shundoq tepadan, to есть barmoqlarimiz uchidan tepasiga qarab kremni surtamiz. Kutikulalarimizni unutmaymiz, chunki mana shu yerlar aynan qurib qoladi. Polностью surtib chiqamiz. Nimaga Faberlik kremlari juda mashhur? Chunki Faberlik kremini siz surtganingizdan keyin non ushlaydigan bo'lsangiz, oziq-ovqatlarni, idishlarni ushlaydigan bo'lsangiz, umuman hech qayerga yuqmaydi. Mana shunaqa surtib, tepaga qarab, bittadan varishkalarni kiyganda barmoqchalarni kiygizamiz. Har doim mana shuni ishlatamiz. Ayol kishini vizitkasi qo'li bo'lsa, pasporti bilan zakon pasporti bor. Mana shuni kommentariyada yozinglar. To'g'ri topgan birinchi odamga mana shu kremdan sovg'a qilaman.